Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan ushbu videoda IC3 haqidagi barcha sirlarni ochishga qaror qildim. Demak, IC3 haqidagi savollarni qayerda olish mumkin? Shunga o'xshash savollarni va qanday tayyorlanish mumkin? Tez va oson va hokazo shu savollarga javob olamiz. Demak, bugungi videoda nima haqida so'z boradi? IC3 haqida qisqacha tushuncha. Ushbu sertifikat menga qanchaga tushdi? Ya'ni bugun men 23-noyabr kuni shu sertifikatni qo'lga kiritdim va shu sertifikatni olgunimcha menda qancha xarajat bo'ldi, shularni sizlarga aytib boraman. Keyingisi IC3 haqidagi haqiqiy savollarni qayerdan, qanday olish mumkin, hamda savollar imtihondagi bilan bir xilmi? Hamda oxirgisi qanday muvaffaqiyatli o'tish mumkin? Uning uchun nima qilish kerak, hamda ustoz bilan tayyorlanaymi yoki o'zim tayyorlanaymi degan muhim bir savolga javob berib o'taman. Xo'p, demak, keyingisi o'zim haqimda qisqacha tushuntirib o'tsam, Toshkent shahrida Chilonzor tumanida 1-toifali informatika o'qituvchisi bo'laman. Ismim Asadbek Arslonqulov. Xo'p, IC3 nima? JS5 nima? Xo'p, demak, IC3 bu Internet and Computing Core Certification, ya'ni bu xalqaro raqamli savodxonlik sertifikati. Xo'p, keyingisi, demak, IC3 3 ta moduldan iborat. Siz bilasiz bu narsani, ko'p eshitdik, Telegramlarda, kanallarda, YouTube'larda ko'rgansiz, bilasiz. Men qisqacha bu haqida ozgina ko'p gapirmoqchi emasman, ozgina ma'lumot berib, keyin boshqa muhim ma'lumotlarga o'tmoqchiman. Xo'p, keyingisi, demak, bu narsalarni bilasiz, aytib o'tirishim shart emas. Ushbu sertifikat menga qanchaga tushdi? Ushbu sertifikat, demak, noldan boshlab men birinchi Geometrix bazasini sotib oldim, savollar bazasini. Bu $70 ga. Keyingisi 3 ta modul uchun $180 to'lov qildim va 2 ta moduldan o'sha kuni o'tdimda, bir kunda topshirdim. Ikkitasidan o'tdimda, bittasini yiqildim, ya'ni ikkinchi bo'limi Key Applications bo'limida yiqildim. Va keyingi haftasiga yana topshirdim. Undan keyin o'sha $30 ga, ya'ni hozir bilasiz, 15-dekabrgacha 50% chegirma ketyapti imtihon markazida. Xo'p, va o'shandan foydalanib menga bu $30 tushdi. Aslida bu $60 to'lashim kerak edi. Xo'p, keyingisi, undan ham yiqildim. Nimaga yiqildim? Vaqt yetmay qoldi. Shu birinchi topshirganimda ham vaqt yetmay qolgandi. Ikkinchi topshirganimda ham vaqt yetmay qoldi. Ya'ni savollar ishlayapman. O'sha 46-45 ta savol bo'lsa, men uje 35 ga kelganman. Ya'ni 35-savolga kelganimda uje menda vaqt tugab qolgan. Uchinchi topshirishimda esa bugun topshirdim, 23-noyabr kuni. Xudoga shukr, o'tdim. Vaqtim, men uje ishlab bo'lganimda vaqt 10-15 minut vaqt bor edi. Oxirgi savol 45-savolni ishlatganimda yana orqada 15 minut vaqt bor edi. Bu nimaga men o'rtada ko'proq yaxshiroq tayyorlanishga harakat qildim. Ko'proq bilmagan narsalarni o'rganib, rus tilidagi kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qildim. Shuning uchun vaqtim yetdi. 795 ball bilan o'tdim bu bo'limda va umumiy o'sha master sertifikati deymiz. Mana bu master sertifikatini qo'lga kiritdim. Endi jami ketgan xarajatlar $310 ketdi menda. Bu demak 3.700.000 so'm atrofida bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi IC3 JS5 va IC3 JS6 savollarni qayerdan olish mumkin? Xabaringiz bo'lsa kerak, JS5 ya'ni global standart 5-versiyasi 31-dekabrgacha olinadi va undan keyin keyingi 2026-yildan boshlab JS6-versiyani topshirish kerak bo'ladi. Qanaqa farqi bor JS5 bilan JS6ni deydigan bo'lsangiz, JS5 bilan JS6ni savollarda ozgina farq bor, lekin juda ham katta farqi yo'q. Xo'p, yangi savollar qo'shilgan JS6 ga. Xo'p, endi qayerdan olish mumkin? Ishonchli manba eng o'sha bugungi kunda hamma bundan boshqa ishonchli manba deyarli yo'q. Certiportni saytida
mana shu Geometrix, u ham Geometrix asosida hamkorlik qiladi. Ikkalasi mana shu baribir mana shu bazadagi savollarni ko'rsatadi. Xo'p, demak, bu yerda demak $70 ga sotib olishingiz mumkin. Buni qanday sotib olasiz? Hozir ko'rsataman birdaniga. Demak, Google kiramiz va yozamizki Geometrix deb yozamiz. Geometrix deb yozamiz, enterni bosamiz. Xo'p, mana geometrix.com degan sayt bizga ochilishi kerak. Uni ochamiz. Ochganimizda birinchi sayt chiqadi. Mana bizda shunaqa vaziyat. Xo'p, shop bo'limiga o'tamiz bu yerdan. Shop bo'limidan information technology bo'limiga o'taman. Xo'p, information technology bo'limiga o'tdim va endi bu yerdan tilni tanlashingizni farqi yo'q. Qaysi tilni tanlasangiz, ingliz tilini farqi yo'q. Xo'p, mayli, yana ishonch hosil bo'lish uchun mayli ingliz tilini tanlab qo'ying. Bu yerda yana keyin turlari bor. Books, kitoblar, kurslar ham testlarga o'tamiz biz. Ya'ni bizga test kerak buni ishlashimiz uchun. Endi testlar mana ochildi va pastda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin IC3 Global Standard 4-versiyasining full versiyasi bor. Yo'q, bizga bu kerak emas. Spark versiyasi bor. Mana IC3 Global Standard 5-versiya full suite, ya'ni full to'liq versiyasi praktika testlari bilan birgalikdagi. Xo'p, Sparkni olsangiz ham bo'ladi. Bu $40, bunisi $70. Sparkda to'liq berilmagan testlar, shuning uchun mana shuni olganingiz ma'qulroq, qimmatroq bo'lsa. Va keyingisi bu demak JS6 da level bo'ladi. Bunga o'xshab modul emas, level 1, level 2, level 3 har birini $40 dan $120 ga sotib yoki mana fullini nima qilishingiz mumkin, alohida $70 ga sotib olishingiz mumkin. Demak, JS6 ni ham, JS5 ni ham qayerdan ishonchli manbadan sotib olish kerakligini menimcha ko'rdingiz. Yana chuqurroq tushuntirmoqchi bo'lsam, mana ustiga bosamiz, qanday qilib sotib olamiz. Bosamiz. Xo'p. Demak, mana bizga o'sha full suite praktik testni haqidagi ozgina ma'lumot va uning narxi, demak, buni qo'shamiz. Ya'ni korzinkaga qo'shamiz. Qo'shdim. Endi mana shu yerdan korzinkadan nima qilaman? Mana shu yerdan mana checkout qilaman. Hop, checkoutni bosaman. Hop, mana $70 ga menda hozir kupon yo'q. Kupon agar bo'lsa kiritasiz. Kupon menimcha hech kimda yo'q. Hop, keyingisi mana $70. Checkoutni yana bosamiz. Bu yerda endi birdan agar ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Hop. Sizda akkaunt bor bo'lsa, kirasiz. Agar akkauntingiz yo'q bo'lsa, mana shu yerda emailni bosib, continue bosib, ro'yxatdan o'tasiz. Keyin billing ma'lumotlarini kiritasiz va payment qilasiz. To'lov qilasiz. Ya'ni bu yerda Visa kartangiz bo'lishi kerak. Agar sizda uzun Visa karta bo'lsa, siz bundan bemalol ola olasiz. O'sha ma'lumotlarni kiritib, oxirida sotib olish bossangiz olinadi va endi sotib olganimdan keyin nima bo'ladi desangiz, sotib olganingizdan keyin Geometrixni o'sha .net degan sayti bor. Geometrix.net degan sayt bor. O'shanga sizga yo'llanma beradi. Unga kirganingizda, Geometrix.net ga kirganingizda bu student portal hisoblanadi. Student portalga o'sha login parol beradi. O'sha emailingiz keladi, o'sha login parol sotib olganingizda. O'sha emailingizni iloji bor to'g'ri kiriting, xato kiritib qo'ymang adashib. Kelgandan keyin mana shunday sizda oyna ochiladi va mana shu yerda siz panelda nima qilishingiz mumkin? Mana shu yerda mana testlar chiqadi. Fundamentals 2 ta versiyasi bor, 2013 hamda 2016 Office bo'yicha. 2016sini ochasizda, mana bu yerdan nachat qilib birinchisini bosasiz va bu yerda mana bu hech narsa yo'q bo'lasizda, новый testni bosasizda, mana bu yerda xo'p, nima bo'ladi? Savollar mana xohlagan tilingizda, rus tilida yoki mana boshqa tilda, ingliz tilida qo'yib, mana bu yerda ikkita rejim bor, trenirovka, testирование qilib, nachat testni bosib, mana shu yerda ishlashingiz mumkin. Demak, qaysi deyapti? Mana shu yerda
Men hozir tavakkal bosyapman o'qib o'tirmasdan, xuddi shunaqa bu hozir imtihon rejimida shunaqa qilib belgilab tayyorlanasiz. Xo'p, demak, yana nimani tushuntirmoqchi edim? Bu yerda demak, Geometrixdan $70 sotib oldingiz. Keyin undan keyin geometrix.net student portaliga o'tib, o'sha yerda ishlaysiz. O'sha bitta login parol bilan, ya'ni geometrix.comda qanaqa login parol bilan o'sha email bilan ro'yxatga o'tgan bo'lsangiz, bu yoqda ham o'sha bilan kirib ishlaysiz. Alohida ro'yxatdan o'tmang ikkalasi uchun. Ya'ni mana buni o'tsangiz, o'zi mana bunga nima beradi? To'lov beradi. Yana bitta ko'pchilikni qiziqtirgan savol, bitta akkaunt sotib olib, masalan, mana shu geometrix.comdan bitta test sotib olib $70 ga uni 4 kishi, 10 kishi yoki 2 kishi foydalanish mumkinmi degan savol. Ha, 2 kishi foydalansangiz bo'ladi, faqat bir vaqtda kirmasligingiz kerak. Masalan, 4 kishi foydalansangiz ham bo'ladi. Kimdir ertalab, kimdir obed, kimdir kechqurun qilib, masalan, vaqtini o'zgartirib foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni siz masalan bitta o'zingiz oldingiz, bitta kompyuteringiz bor ishxonada, bittasi uyda. Deylik, kompyuter ikkalasidan bir vaqtda kirsangiz, qaysidir otib yuboradi. Ya'ni ishlamaydi bittasida. O'shaning uchun masalan keldingiz, ishxonangizda foydalandingiz, keyin uni o'chirib, borib uyga borib, o'sha xuddi o'sha login parol bilan uyda ham ochib foydalansangiz bo'ladi. Lekin o'sha 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi yoki 10 kishilar foydalanish qiyin. Foydalanolmaysiz deyarli, shuning uchun alohida sotib olishni maslahat beraman. Bu har tomonlama sizga nima deydi, yaxshiroq, chunki bu litsenzion narsa. Baribir buni ko'pchilik bo'lib foydalanish yaxshi emas. Xo'p, keyingi savollar imtihondagi bilan bir xilmi? Ya'ni mana shu Geometrixdagi savollar imtihondagi tushadigan savollar bilan bir xilmi? Yo'q, bir xil emas. 80% qisman o'xshash savollar, ya'ni mavzuga aloqador savollar. 20% esa aynan o'xshash, aynan o'xshamasa ham deyarli bir xil bo'lgan savollar hisoblanadi. Xo'p, ya'ni 100% mana shu Geometrixda men sotib oldim, endi Geometrixni mana shu to'liq yetsam o'tib ketaman degani emas. Tushunasizmi? Ya'ni 80% o'sha mavzuga aloqador savollar. Ya'ni Geometrixda siz 100% savollarni emas, o'sha ehtimoli mumkin bo'lgan savollarni ko'rasiz va o'shanga qarab tayyorlanishingiz kerak. Tushunasizmi? Xo'p, keyingisi qanday muvaffaqiyatli o'tish mumkin? Muvaffaqiyatli o'tish uchun demak, mana shu 5 ta narsani men o'zim uchun to'g'ri deb bilaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. 3 ta modul bo'yicha sizda bilim bo'lish kerak muvaffaqiyatli o'tishingiz uchun. 3 ta modul deganimiz o'sha masalan Computer Fundamentals bo'yicha. Keyingi videolarda xudo xolasa men savollarni ham chiqarishga harakat qilaman. O'sha har 3 ta modul bo'yicha ham savollarni YouTube'ga qo'yishga harakat qilaman. O'shanda ko'rishingiz mumkin. 3 ta modul bo'yicha sizda bilim bo'lish kerak. Yoki masalan key applications desak, key applicationsda masalan Wordda ishlash to'liq bilishingiz kerak. Masalan o'zgarishlarni qayd qilib boradigan funksiyani qanday yoqish mumkin? Qayerdan yoqish mumkin? O'shani siz bilishingiz kerak. Uni bilmadingizmi, demak, uni muvaffaqiyatli o'ta olmaysiz. Xo'p, keyingisi rus yoki ingliz tilini bilish. Rus yoki ingliz tilini demak siz 3 ta modul bo'yicha zo'r bilimga ega bo'lsangiz-da, rus tilini yoki ingliz tilini umuman bilmasangiz, umuman tushunmasangiz, muvaffaqiyatli topshirish imkoniyatingiz kam bo'ladi. Chunki tilni bilish, ya'ni savolni tushunib olishda juda muhim ahamiyatga ega. Keyingisi kuchli xohish bo'lish kerak. Ya'ni o'zingizda motivatsiya bo'lish kerak. Mana shu o'taman, men xudo xolasa bitta topshirishni o'taman deb ichingizdan niyat qilib, yaxshi niyat qilib harakat qilishingiz kerak. To'xtamasdan harakat qilishingiz kerak. Keyingisi tayyorgarlik ko'rish uchun sizda materiallar bo'lishi kerak. Ya'ni hozir Geometrix yoki boshqa masalan kimdadir savollar chiqib ketgan bo'lsa, kim chiqargan bo'lsa, o'shalardan olib yoki boshqa o'zingiz sotib olishingiz kerak yoki YouTubedan yoki boshqa joydan ko'rishingiz mumkin materiallar yoki kursga borib o'sha materiallarni nima qilishingiz kerak? Material orqali tayyorlanishingiz kerak.
tavakkaldan tavakkal hech qanaqa material olmasdan men ushbu Vortexilni bilaman, kompyuter fundamentalini bilaman deb borsangiz, yiqilishingiz turgan gap. Keyingisi ko'proq mashq qilishingiz kerak. Ya'ni materiallarni olganingizdan keyin 1 marta, 2 marta ishlamang. Kamida 5 marta, 10 marta ishlab, o'sha sizga yod bo'lib qolsin va har bitta savolni ishlaganda, o'sha materialda tayyorlanayotganda, o'sha savolni o'zini emas, unga o'xshash savollarni ham tushib qolish ehtimoli bo'lgan savollarni ham bilib ketishingiz kerak. O'shanda siz muvaffaqiyatli topshirasiz. Xo'p, keyingisi ustoz bilan tayyorlanaymi yoki o'zim tayyorlanaymi degan savol. Ko'pchilik hozir ikkilanyapti. Masalan, kurslar chiqib ketdi. Qimmat men ko'rdim, bir xil ayrimlarda asal sekin arzonlashdi. Ya'ni ko'pchilik men olyapti, sekin narxlar arzonlashyapti. Ya'ni boshida chiqqanda har bitta modul uchun 300 ming, ayrimlari chiqdi 500 ming deb. Men kimligini aytmayman yoki haloli bo'lsin, agar o'sha o'rgatib shunaqa rostdan ham o'tkazayotgan bo'lsa, haloli bo'lsin, hamma omadini bersin. Chunki u ham mehnat qilyapti, kimnidir o'tkazish uchun o'sha kim bo'lsa ham, qaysi ustoz bo'lsa ham omadini bersin. Xo'p, demak, ustoz bilan tayyorlanaymi yoki o'zim degan savolga demak, men hozir plus minuslarni ko'rsatib o'taman. Ya'ni ustoz bilan tayyorlangan qanaqa afzallik va kamchiliklar bor. O'zingiz tayyorlanganda qanaqa afzallik va kamchiliklar borligini ko'rsatib o'taman. Shunga qarab o'zingiz xulosa chiqarasiz. Demak, birinchi ustoz bilan tayyorlanishni afzalligi deymizmi, kamchiligi deymizmi, bu tajribali ustoz riskni oldini oladi. Agar siz tayyorlanayotgan ustoz kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zi o'sha 3 ta modulni ham o'tib, sertifikatni olgan bo'lsa, ya'ni tajribasi bo'lsa, o'sha ustozga tayyorlansangiz, sizni riskingiz kamroq bo'ladi. Xo'p, ya'ni yiqilish riskingiz. Xo'p, keyingisi kurs narxi arzonroq bo'lsa, xarajatlaringiz kamayadi deyapti. Ya'ni masalan 500 mingdan har bitta modul 500 mingdan 1,5 millionga kursga borganingizda, masalan endi arzonroq kurs topsangiz, arzonroq o'tadigan ustoz topsangiz, masalan 200 mingdan bo'lsa har bitta kurs 600 ming. Bu normalni. Ya'ni siz 900 mingga va Geometrix'ni olganingizdan ko'ra, shu 600 mingga o'sha ustozni kursiga borganingiz yaxshi, agar tajribali ustoz bo'lsa. Chunki bu sizga Geometrix'dan ko'ra arzonroq tushadi. Keyingisi ustoz va kursdoshlaringiz motiv berib turadi. Agar ustoz tayyorlansangiz, agar ustoz hamda o'sha gruppada o'qiyotgan gruppadoshlaringiz sizga motivatsiya bo'lib turadi. Ya'ni ular qaysidir o'tsa imtihondan yoki ular o'qiyaptimi, tayyorlanib, siz ham ularni ko'rib harakat qilgingiz keladi. O'zingiz mustaqildan ko'ra. Keyingisi ustoz o'zi materiallarni tarjima qilib, osonroq tushuntirib beradi. Demak, ustozni plus tomoni deymizmi, kimgadir balki minus tomoni bo'lishi. U o'zi demak materiallarni nima qilar ekan? Tarjima qilib, rus tilidan o'zbekchaga, ingliz tilidan o'zbekchaga tarjima qilib, sizga osonroq tushuntirishga harakat qiladi. Shuning uchun sizga bu afzallik tomoni hisoblanadi. Keyingisi umumiy xulosa, pulni va vaqtni tejashingiz mumkin agar siz ustoz bilan tayyorlansangiz. Ya'ni ustoz tezroq o'tadigan ustoz, 2 oylab cho'zadigan ustoz emas, masalan 10 kunda, 1 oyda yoki 15 kunda o'tadigan ustoz bo'lsa, ham vaqtingizni ham pulingizni tejaysiz. Ya'ni risk qilib $60 to'lab qaytadan masalan to'lab yana yiqilib nima bo'lgandan ko'ra yaxshi ustozga tayyorlanib bittada borib o'tganingiz ma'qulroq. Xo'p, keyingisi mustaqil tayyorlanish afzalliklari va kamchiliklari. Demak, o'zi mustaqil ishlashni xohlaydiganlar uchun bu qulay ekan. Ya'ni shu o'zi ayrimlar bor, gruppovoy yoki ustoz o'rgatishni xohlamaydi. O'zi o'rgansa yaxshiroq o'rganadi, birov o'rgatgandan ko'ra. Shunaqa insonlar uchun bu to'g'ri kelar ekan. Barcha materiallarni o'zingiz tarjima qilasiz. Agar siz o'zingiz mustaqil tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, o'sha $70 ga Geometrix'dan sotib oldingiz yoki o'rtog'ingiz bilan bo'lishib sotib oldingiz deylik, 2 kishi, 3 kishi, hozir uni ham aytaman. 3 kishi, 4 kishi bo'lib olsa, nima bo'lishini, qanaqa shu plus
bormi, minusi bormi? Barcha materiallarni o'zingiz tarjima qilib chiqasiz. Ya'ni ruschaga, inglizchangiz yaxshi bo'lmasa, tarjima qilib, bittalab har bitta savolni, ya'ni Geometrix'da 90 ta savol borda, har biridan masalan 45 ta, 50 tadan bo'lsa ham mayli 100 ta, har bitta modul bo'lsa 300 ta savol bor общий. O'sha 300 ta savolni siz bittalab o'zingiz tarjima qilib, bittalab o'rganib chiqishingiz kerak. Motivatsiya yo'qolishi. Masalan, 300 savolni siz bir 50 tasini qilasizda, motivatsiyangiz yo'qolib qoladi. Barcha materiallar o'zingizga bo'ladi. Ya'ni bu plus tomoni sizga barcha materiallar o'zingizda qoladi keyin. Hop, keyingisi xulosa pul va vaqt ko'proq ketishi mumkin. Masalan, $70 ga sotib oldingiz, keyin uni bittalab o'zingiz tarjima qilib chiqdingiz, o'zingiz keyin o'rganib chiqdingiz. Bular hammasi demak sizdan ko'proq pul va vaqt talab qilishi mumkin. Ayrimlar bor, o'zi o'qisa tushunmaydi, ustoz tushuntirsa yaxshiroq tushunadi. Ular uchun demak boshqacha yo'l tutish lozim. Va slaydimiz oxiriga yetib qoldik. Savol va murojaatlar uchun sizga qanday bog'lansam bo'ladi deydiganlar uchun Telegramda menga kanalda Panda Informatics kanalimiz bor. O'sha yerda kontakt ma'lumotlarim berib boriladi. Bugun ochdim bu kanalni. Endi xudo xolasa sekin-sekin jonlantirib boramiz. Keyingisi o'sha admin meni lichkamga yozishingiz mumkin. Shaxsiy lichkamga qanaqadir o'sha Geometrix'dan sotib olish savollaringiz bo'lsa yoki boshqa takliflaringiz bo'lsa, bemalol tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Har doim javob berishga tayyorman. O'sha ma'lumotlar o'ylaymanki foydali bo'ldi deb. Rahmat, sog' bo'ling.